Ovsam. Assalomu alaykum hurmatli professionallar. Bugungi e'tiborimiz markazida Kalida Instruments brendini KTS 552 R10 Android elektron taxometri. Bu videoni sizlar uchun maxsus olishga harakat qilaman. Qani ketdik bo'lmasa. Ajoyib. Hurmatli professionallar, ishimizni boshlaymiz. Android elektronik taxometrimiz to'plamida uning batareyakalari, zaryadlovchi adapter va maxsus kabeli, USB Type-C kabellari, geodezik plyonkalar, taxiometrimizni yomg'irda saqlovchi g'ilof va o'zining ixcham sozlovchi qurilmalari, uning ichida optikasini artish uchun o'zining lattasi, atyorkasi, uning cho'tkasi va rus tilida aytgandek shestogrammik ключlari. Operator, yetmaysanmi? Fleshkani reklama qilamiz-ku. Video qo'shaveramiz buni ham. Bo'ldi. Endi esa ishlab chiqaruvchi tomonidan berilgan texnik ma'lumotlarni ko'rib chiqamiz. KTS 552 R10 taxometri 1000 metr masofagacha ishlaydigan. Buni albatta test qilib ko'ramiz. Bitta prizma bilan 5000 metr, uchtali prizmada esa 8000 metrdan 10000 metrgacha masofa ishlaydigan. Aniqligi 2 sekund. 1,5 GHz 8 ta yadrli protsessori, 5,5 dyumli ekran, ekrani sensor va raqamli klaviatura mavjud ekan. Operativ xotira 4 GB, ichki xotira esa 64 GB. Kommunikatsiya ma'lumot almashuvi 4G, Wi-Fi, Bluetooth mavjud. Batareyasi litium ion 704 Watt 3100 mAh. Harorat oralig'i -20 gradusdan +50 gradus issiqlikgacha. Taxometr ichida ikkita dastur mavjud: Survey Star va K-Survey. Bu dasturlar ichida menga eng yoqqani K-Survey dasturi bo'ldi, chunki unda geodeziya va topografiya sohasiga oid barcha funksiyalar mavjud. Qolaversa, o'zbek tili ham bor ekan. Bugun sizlar bilan Kalida Instruments brendiga mansub KTS 552 R10 taxometri haqida qisqa ma'lumotlarni sizlar bilan ulashdik. Xudo xolasa, keyingi videolarimizda ushbu qurilmani test qilib, natijalarini sizlarga e'lon qilamiz. Bizdan uzoqlashmang. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar.